Hammaga assalomu alaykum bolalar. Yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Sizlar bilan bugun Asbek Gaming. Bugun sizlar bilan mana shu akkauntni sizlarga berib yuboraman bolalar. Qog'oz ko'rsaman. Birinchi mana shu narsalardan boshlab ko'rsataman. Mana shu bor, mana shu bor. Lekin baribir ham ko'p narsa bo'lmasa ham, lekin yutib olishinglar mumkin. Bunga atigi 100 dollar qatnashsa yetadi. Mana chest, mana shu 1365 ta bor. Hozir bu zavodga chiqqanman 6 tani. Mana yana nima ko'rsatsam bo'larkan-a? Mana kiyimlardan boshlaymiz. Kiyimlardan mana shular bor. Mana uni ko'rsanglar, mana uni 3 ta nima qilingan. Ko'rasizlar? Uchalasi ham chiroyli qilingan. Menga ko'pincha bu lekin rostdan chiroyli ekan, qaranglar bolalar. Menga mana bunaqasi yoqadi menga. Mana buni bosamiz, mana buni bosamiz. Mana shuni qilamiz. Bu ochki va tepasida bu soch yoki bu. Bo'lmaydi. Mana bu chiroyli turadi. Xohlagan chiqib olishinglar mumkin. Mana etik kiygizib qo'yasizlar. Mana birinchidan boshlab Scarlimiz bor, M24imiz bor, Yumpimiz bor, Uzi'miz bor, Victor bor, S1897 bor va bitta pistolet 911 bor. Ularni yutib olish uchun ссылка va kommentariya nima qilishinglar kerak? Yozib ketaman o'zim. Shunaqa bo'ladi. Bolalar. Qiziq, mana buni qaranglar. Kilchatli. Mana shu kilchatli. Ikkinchi urin. Mana ikkita bor. Prosta endi bunisi katta material kerak. Shuning uchun katta material yig'ib 3-level qo'yasizlar. Bu shunaqa ikkinchi level shunaqa bo'ladi. Bu uchinchi level mana shunaqa takkoy bo'ladi bolalar. Bolalar shu nimani yutib olish uchun ссылкаga kirib Telegram kanalimga obuna bo'ling va keyin siz buni yutishingiz mumkin. Bolalar, yutsanglar kim mana shu noldan boshlab nima qilishinglar mumkin, o'qishinglar mumkin. Shuning uchun normali onlayn bo'lib turinglar. Sizlar bilan Aslbek bo'ldi va keyingi videolarda ko'rishguncha